Okay, my dear students, let's start our third lesson. Demak, uchinchi darsimiz. Bu yerda part 3 haqida tushuntirib beraman. Endi buni oldingi ikkita videoda part 1, part 2larni ko'rdinglar. Endi bu part 3 haqida. Yaxshilab joylashib olinglar, chunki this is some kind of difficult part. Salgina qiyinroq part. Yaxshilab tushuntirib berishga harakat qilaman. So let's start our lesson. Part 3 o'zi umuman noodatiy part bo'lgan, yangi formatda. Eski formatda faqat oddiy savollar berilardi. Endi oddiy emas, C1 leveldagi faqat savol berilardi. Bu yerda ko'rib turibsiz, qandaydir sxema, nimadirlar, tablelar turibdi, yes, and you'll be a little bit confused what it is actually. So, demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda sizga table beriladi. Bu yerda o'sha bitta mavzu beriladi va mavzuni for and against tarafi bo'ladi. Bunga qo'shilayotgan taraf bo'ladi va bunga qarshi chiqayotgan taraf ham bo'ladi. Buni men xuddi debatega o'xshataman. Debate deganda, misol uchun ko'pchilik qatnashgan bo'lishi kerak. Universitetlarda debatlar tashkillashtiriladi. U yerda o'rtaga bitta mavzu tashlanadi va mavzuga kimdirlar qo'shiladi, kimdirlar qarshi chiqadi unga. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Demak, mavzu bor, kimdirlar unga qo'shilyapti, kimdirlar unga qarshi. Va sizni vazifangiz bu yerda to'liq shuni tushuntirib berish. Qaysidir tarafni tanlaysiz emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, qaysidir taraf tanlashimiz kerakmi ustoz? Yo'q. Ikkala tomonni ham gapirib o'tasiz. Forni ham gapirasiz, againstni ham gapirasiz, oxirida o'zingizni fikringizni berasiz. Endi bunga strategiyalarni ko'ramiz. O'zi bu nima part, qanaqa, shular haqida ozgincha gaplashsak. Demak, part 3 bu C1 leveldagi qism hisoblanadi. Bitta savol beriladi. Demak, abstrakt mavzuda fikr yuritish, afzallik va kamchiliklarni tahlil qilish va asoslash. Demak, berilgan argumentlarni har ikki tomonni tahlil qilish talab qilinadi. Har ikki tomonni. Tushunyapsizmi? Forni ham, againstni ham gapirib o'tishingiz kerak. Sizga 2 daqiqa vaqt beriladi 2 daqiqa vaqt beriladi gapirishga, 1 daqiqa vaqt beriladi tayyorgarlik qilishga. Bu sxemani keyinchalik tashlab ham qo'yaman. Mana tayyorgarlik uchun vaqt, ajratilgan vaqt. Demak, mana part 3 haqida ko'rib ketdik. Endi strategy ko'ramiz. Asosiy strategiya xuddi mana shu strukturada gapirish tavsiya qilaman ko'pchilikka. Birinchi introduction berish, keyin for tarafni gapirish, keyin against tarafni gapirish, oxirida o'zingizni fikringizni berish. Introduction, for, against, personal opinion. Xuddi shu tarzda ketsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Demak, birinchi introduction gapirasiz. Introduction ham tushuntirib ketaman. Qanaqa introduction berish mumkin? Demak, birinchi introduction berasiz, keyin forni gapirasiz. Gapirib bo'lgandan keyingina againstga o'ting. Agarda siz forni bittasini gapirib, bitta against gapirsangiz, keyin yana bitta for, yana bitta against gapirsangiz, chalkash bo'lib ketadi. Ko'pchilik so'raydi, aralash qilib gapirsa bo'ladimi? Aralash qilib gapirsangiz chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun men tavsiyam forni tugatingda, keyin againstga o'ting. Bog'liqlik shunda yaxshi chiqadi. Keyin yana bitta narsa, har bitta ideyani gapirishga majbur emassiz. Har bittasini gapirish majburiy emas. Xohlasangiz ikkitasini gapiring, kuchingiz yetguncha. Xohlasangiz hammasini gapiring. Lekin gapirish kerak, bu yerda ideyalarni foydalanish kerak. Hop, forni gapirib o'tdingiz, keyin againstga o'tdingiz, againstni gapirib bo'ldingiz. Bo'ldi, asosiy vazifani bajarib bo'ldingiz. Agarda vaqtingiz qolsa, oxirida conclusion sifatida o'zingizni fikringizni gapirib o'tsangiz bo'ladi. Agar vaqtingiz qolmasa, unda chiroyli qilib againstni gapirib bo'lib tugatib qo'ying. 2 daqiqa bu yetarlicha vaqt. Endi ko'p o'quvchilarni xatosini gapiradigan bo'lsam, ko'pchilik o'quvchilar hammasini gapirishga harakat qiladi. Lekin qiynalib qolishadi. For tarafni boshlaydi gapirishni, zo'r ketyapti. Birinchi ideyani gapiradi, zo'r. Ikkinchi ideyani gapiradi, zo'r. Hammasini gapiryapti, o'sha againstga kelganda vaqti qolmay qolyapti. 30 soniya vaqt qolyapti, againstni gapirishga ulgurmay qolyapti. O'shanda balanced speech chiqmayapti. Muammo bo'lib qolishi mumkin.
teng tarzda chiroyli gapirib bering. Okay. Endi asosiy introductionlar qanaqa gapirish kerak ekanligini tushuntirib ketsam. Bu aytgan approach'im introduction gapirish kerak. Misol uchun, well, this is a quite interesting topic. Um, I think there are good arguments on both sides. This topic has advantages, disadvantages deb aytsangiz ham bo'ladi. Nimaga introduction aytish kerak? Majburiymi desangiz, o'zi aslida majburiy emas, lekin introduction bersangiz, valiz oshadi. Yaxshigina ball berishi mumkin, chunki introductionda siz aytib ketyapsiz, mana shu mavzuni gapirib o'taman deb aniqlashtiryapsiz. Ko'pchilik introduction gapirmaydi, srazu for tarafdan boshlaydi. Bunda noaniq bo'ladi, nimani gapiryapti, nimani for tarafi u. Chiroyli qilib gapirish kerak introduction. Keyin for tarafni gapirasiz, keyin against tarafi, oxirida conclusion. Lekin conclusion unnecessary deb yozganman, uchun muhim emas. Bersangiz ham zo'r chiqadi lekin. Xo'p, yana bitta approach sizlarga mana shu tarzda ketsanglar ham bo'ladi. Bu o'zimni taktikam. Endi bu yerda imtihonda vaqt ko'rsatiladi sizlarga. Xudo ko'ryapsiz, gapiryapsiz. 1 daqiqangiz o'tdimi, уже ikkinchi daqiqa ketyaptimi, againstga o'ting. Chunki yetmay qolishi mumkin vaqtingiz. Endi 1 daqiqa introduction bilan for tarafni gapiring, ikkinchi daqiqa ketayotganda against taraf bilan conclusion'ni gapirsangiz, yaxshi speech chiqadi. Okay. Undan tashqari mana bu yerda ko'p introductionlar turlari, endi har xilcha introductionlar bor. Hammasini ishlatib tashlasangiz bo'ladi. Endi bitta xohlaganingizni olib, menga eng yoqadigan mana shu. Misol uchun, some people are in favor of mavzuyingizni gapirasiz, whereas others oppose it. Ba'zilar bunga qo'shiladi, ba'zilar bunga qarshi deb gapirib ketasiz. Yoki mana while there are clear benefits to o'sha mavzu, there are also some drawbacks. Yaxshi tomonlari bor bu mavzuni, boshqa tomondan buni minus tomonlari ham bor deyapti. Introductionga ko'p vaqt ajratmaydi. Ba'zilarga introduction bering desam, juda ham ko'p ketishadi. Soniyalab vaqt ketib qoladi. Qisqa narsa bo'lishi kerak. Introduction uncha muhim narsa emas, lekin bo'lsa yaxshi. Tushunyapsizmi? Uncha muhim bo'lmasa, lekin aytsangiz zo'r chiqadi. Shuning uchun qolib ketmaydi introductionga. Xo'p, asosiy ideyalarni yoritib berish kerak. Bu yerdagi ideyalardan qanaqa foydalanish tushuntirib ketaman. Misol uchun, mana bu yerdagi mavzuyimizga qaytsak, ideyalar berilgan. Bularni agar levelingiz pastlik desa, agar qiynalsangiz paraphrase qilishga unda o'qib bering. O'qib bering, qanaqa qilib o'qib berasiz? O'qib berganingizdan keyin gapga qo'yib o'qib berasiz. Misol uchun, firstly, students learn skills they will use in their jobs. Deysizda, buni tushuntirasiz. Because deb. Yes, tushuntirib bering ozgincha. Keyin ikkinchi ideyaga, secondly, they will learn deeply without wasting time. Misol uchun, gapga qo'yib o'qib bering. O'qib berishni ham, endi o'qib berish bilan o'qib berish farqi bor. Prosta o'qib bermangda, gapga qo'yib eplab o'qib bering demoqchiman. Xo'p, o'zi aslan nima qilish kerak? Paraphrase qilsanglar juda ham zo'r chiqadi. Agar levelingiz yetsa, C1 ga rostdan harakat qilayotgan bo'lsangiz, paraphrase qilish kerak. Paraphrase deganda sinonimlardan foydalanib, buni boshqacha tarzda gapga qo'yib, example bilan gapirib ketsangiz juda ham zo'r chiqadi. Yoki mix qilsanglar bo'ladi. Qo'lidan kelganinglarcha, misol uchun, agar paraphrase qilsangiz, paraphrase qildingiz, qilolmasangiz unda o'qib bering. Ham u ham bu mix qilib ketsangiz ham yaxshi chiqadi. Qotib qolmang. Iloji boricha harakat qiling gapirishga. Chunki ko'p o'quvchilarga bu part unchalik qiyinlik qilmadi, to'g'risi. Part 2 ko'pchilikka qiyinlik qildi. Shuncha o'quvchilar bilan ishlab kelyapman. Part 3 ga ko'pchilik qiynalmadi. Part 2 ga qiynalishyapti. Part 3 ga chunki tayyor ideya qo'lingizda bor. Tayyor narsa bor, faqat shuni gapirib berishingiz kerak. Okay, this is my suggestion. Paraphrase ishlashingizni tavsiya qilaman. Supporting sentencelar bilan ishlashingizni tavsiya qilaman va ko'proq praktика qilish kerak. Ja eplolmasangiz, unda o'qib berishga ham praktика qiling. Ko'pchilik o'qib berib mispronounce qilishi ham mumkin, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladi, chunki o'qiyotgan payt hali o'qimagan bo'ladida, sirazi o'qib ketayotgan paytda pronunciation xato ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun 1 daqiqa vaqt berganda o'qib olinglar. Note taking qilishni tavsiya qilmayman bu yerda, chunki tayyor ideya bor. 1 daqiqada o'qib tushunishga harakat qiling faqat. Asosiy narsa mavzuni tushunish kerak.
mavzuni yaxshilab tushunish kerak. Okay, this is my suggestion, my dear students. Good luck on your speaking exams.